3 harakatli vazifa bilan shunchaki kuzatib yurishdan yangi pog'onaga chiqish mumkin. Eng birinchisi, birovning fikri bilan insaytlar yig'ib yurmang. Ya'ni hozirgi yoshingizda, hozirgi fikrlashingiz sizga kerak bo'lgan barcha bilimlar bor. Shunchaki ularni o'sha amaliyotda qo'llang. Ya'ni amaliyotda qo'llanmayman, qo'rqaman deyapsizmi? Undan ko'ra qo'rqib shu ishni qiling, chunki aynan xatolar orqali qanday to'g'ri ish qilish kerakligini anglashni boshlaysiz. O'zimizning iqtidorimizga, o'zimiz ishongan narsaga, o'zimiz istagan kasbda agar biz harakat qilsak, qilolmaysan, eplolmaysan, o'xshamaydi deyishgan ichki motivatsiya orqali biz shu narsalarga baribir intilamiz. Hayotingizda bo'ladigan barcha narsalarga o'zingiz javobgarlik olishni o'rganing. Sababi u maqsadlar, u xohishlar sizniki. Uni sizdan boshqa hech kim ro'yobga chiqarishni umuman istamaydi. Inson o'zini har xil taraflama ko'rsata oladi, ammo o'z kasbidagi bilimi orqali professional ko'rsatish bu faqat disiplina orqali bo'ladi.